Farg'ona viloyati Bag'dod tumanidagi Birinchi son kasb-hunar maktabida O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasi Farg'ona viloyat kengashi tomonidan xalq deputatlari mahalliy kengashlari faoliyatini samarali tashkil etishda partiya guruhlari ishtiroki mavzusida hududiy seminar tashkil etildi. Unda viloyat, shahar va tuman kengashlari raislari, mutaxassislar hamda mahalliy kengashlar deputatlari ishtirok etdilar. Seminarni O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasi Farg'ona viloyat kengashi raisi Shahnoza G'aniyeva kirish so'z bilan ochib, yangi saylangan partiya deputatlarini qutladi va ularning mashaqqatli, sharafli ishlarida omad yor bo'lishini tiladi. Prezidentimiz ta'biri bilan aytganda, deputat fikri zikri bilan xalqqa eng yaqin odam, doimo el yurtning tashvish va muammolari bilan yashaydigan, katta bilim va tajribaga ega bo'lgan shaxs. Xalqimizning sizlarga bildirgan yuksak ishonchini oqlash uchun bor kuch va g'ayratingizni sarflashingizga ishonaman. Oldimizda inson qadrini ta'minlash, shuningdek, jamiyatimizda adolatni qaror toptirishga yo'naltirilgan juda katta vazifalar turibdi, dedi Shahnoza G'aniyeva. Seminar davomida partiyaning viloyat kengashi raisi o'rinbosarlari Orifjon O'lmasov, Bunyodjon Ahmadaliyev, xalq deputatlari mahalliy kengashlari faoliyatini samarali tashkil etishda partiya guruhlari ishtiroki, partiya faoliyatining huquqiy asoslari, me'yoriy hujjatlarni yuritish va amaliyotga tatbiq etish yuzasidan zarur ma'lumot va tavsiyalarni berib o'tishdi. O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasining navbatdagi seminari tashkillandi. Bu seminardan maqsad mahalliy kengash deputatlarining ishlarini samarali rivojlantirish hamda shularni yo'lga qo'yish bo'yicha boshlandi. Seminarda mana shu hududimizdan saylangan Adolat sotsial-demokratik partiyasidan xalq tomonidan ovoz olib deputatlikka saylangan faollar hamda partiya faollari yig'ilishdi. Yig'ilishdan asosiy maqsad prezidentimizning 28-sonli 2-fevralda qabul qilingan qarori farmoniga asosan juda ko'p vakolatlar tuman hokimliklaridan mahalliy kengashlarga o'tkazib berilganligi va shu vakolatlardan foydalangan vaqt tarzda deputatlar ishlarini to'g'ri tashkillash hamda ularning ishlaridan samarali foydalanish maqsadida kelishib olindi. Seminar davomida partiyaning mas'ul shaxslari o'zi partiyamizning oldiga qo'ygan saylov oldi dasturlarda belgilangan vazifalar, maqsadlar, rejalar to'g'risida tushunchalar berilib, ish rejalarini tasdiqlash bo'yicha kelishib olindi. Bundan tashqari har bitta deputatning ishini shakllantirishda partiya bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish hamda har bitta masalada shu sessiyalarga ma'lumotlarni kiritish, masalalarni kiritishda partiyaning yo'nalishlarini ustuvorligini ahamiyat berish bo'yicha kelishib olindi. Bundan tashqari har bitta mahalliy kengash deputatlar guruhini ish faoliyati to'g'risidagi so'zlar bilan kelishgan holatda mana shu ishlarni tashkillashda deputatlarning o'rni, ularni xalq bilan olib boriladigan muloqoti, xalq bilan yanada yaqinroq borish hamda ularda saylovchilar bilan uchrashuvlarni tashkillash masalalari, u tashkillashda masalalarni qanday ko'tarish hamda ularning yechimini qanday topish bo'yicha ko'rsatmalar, amaliy tushunchalar berildi. Prezidentimiz ta'kidlagandek, bugungi deputatlar kechagi deputat emas. Har bitta ishimizni mana shu yangi kuch g'ayrat bilan, mana shu ishlar bilan boshlab, mana shu ko'rsatmalarga amal qilgan holatda xalqimizning og'irini yengil qilish yo'lida astoydil bel bog'lab xizmat qilishga tayyormiz. Qizg'in bahs-munozaralar asosida o'tgan seminar davomida shahar va tuman kengashlari deputatlari o'zlarini qiziqtirgan savollarga javoblar olishdi. Shu bilan birga, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar talablardan kelib chiqqan holda partiya kengashi oldida turgan vazifalar tahlil qilinib, ularning natijadorligini oshirish bo'yicha fikr-mulohazalar, amaliy takliflar bildirildi. Seminar yig'ilishida shuningdek, partiya tashkilotlari faoliyatida samaradorligini oshirish, targ'ibot, tashviqot ishlarini kuchaytirish, a'zolik badallari tushumini ta'minlash, Adolat ijtimoiy-siyosiy gazetasiga obunani namunali tashkil etish bo'yicha belgilangan vazifalar holati ham muhokama qilindi.